Uning sovuq qotgan barmoqlari mening yalang'och yelkamga tekkanda, men zarracha ham seskanmadim. Aksincha, 10 yillik qishdan keyin birinchi marta terimda olov yonganini his qildim. U menga shu qadar yaqin ediki, men o'z ismimni unutib qo'ydim. "Qo'rqyapsanmi?" deb pichirladi u. Men ko'zlarimni yumdim. "Yo'q. Men seni kutayotgandim", dedim ovozim qaltirab. "Assalomu alaykum, qalbimga yaqin va dardkash sirdoshlarim. Hikoyachi Momo kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunchaki romantik hikoya emas, qariyb o'lik holatdagi qalbning qayta tirilishi, o'zini ayol sifatida qayta kashf etishi haqida gapirib beraman. Agar siz ham uzoq yolg'izlikdan, o'zini keraksiz his qilishdan charchagan bo'lsangiz, bu hikoya aynan siz uchun. Yulduzlarga boy oqshomdek sehrli va ehtirosli bu xotira sizning yuragingizni ham isitishiga ishonaman. Videoni oxirigacha tinglang, like bosing va o'z his-tuyg'ularingizni izohlarda yozib qoldiring. Men har birini mehr bilan o'qiyman. Meni Nodira deyishadi. 35 yoshdaman. Men erta turmushga chiqqan, farzand ko'ra olmagani uchun xorlanib ajrashgan, o'zini faqat ishga bag'ishlagan sovuq bir ayolga aylangandim. Erkaklarga nisbatan ishonchim butunlay o'chgan edi. Ular men uchun shunchaki hamkasb yoki mijoz edi. Men qalin zirh kiyib olgandim. Bu zirh meni og'riqdan himoya qilardi, lekin ayni paytda baxtdan ham to'sib turardi. Uning ismi Azamat edi. 27 yoshda. U bizning kompaniyaga yangi it mutaxassisi bo'lib ishga kirdi. Avvaliga u mening ko'zimga juda oddiy, hech qanday xavf tug'dirmaydigan yigitdek ko'rindi. Doim sokin, jilmayib turuvchi, aqlli nigohlar. U mendan ancha yosh edi. Men uni umuman erkak sifatida qabul qilmasdim. Lekin o'sha beozor nigohlar asta-sekin mening zirhimni teshishni boshladi. U menga Nodira opa demasdi. U doim menga Nodira xonim yoki shunchaki Nodira deb murojaat qilardi. Bu kichik detal mening ichimda qandaydir ayollik g'ururini uyg'otardi. Bir kuni ishdan keyin ofisda yolg'iz qoldim. Kompyuterim qotib qoldi. Azamat yordam berishga kirdi. "Juda ko'p ishlaysiz, Nodira", dedi u kompyuter tugmalarini bosayotib. "Ishlamasam nima qilaman", dedim men sovuqqonlik bilan qog'ozlarni taxlab. U ishlashdan to'xtadi. Kreslosini men tomonga burdi. Masalan, kofe ichib, kimdir sizning naqadar chiroyli ekanligingizni aytishini tinglashingiz mumkin. Mening qalamim yerga tushib ketdi. Yuragim kutilmaganda shunday qattiq urdiki, o'zim ham qo'rqib ketdim. Men unga qaradim. U hazillashmayotgan edi. Uning qop-qora ko'zlarida hazil emas, ochiq erkakona qiziqish bor edi. Men darhol yuzimni burdim. "Ishni tugating, Azamat. Kech bo'lyapti." Men o'zimni jiddiy ko'rsatdim, lekin o'sha oqshom uyga borib, uzoq vaqt ko'zguga qarab turdim. O'zimni qaytadan kashf etayotgandek edim. Birinchi burilish dugonamning tug'ilgan kunida yuz berdi. Bu qishning eng sovuq, qorli oqshomi edi. Men o'sha bazmga borishni umuman xohlamagandim. Lekin borishga majbur bo'ldim. Oddiy qora ko'ylak kiydim. Sochlarimni yig'ib oldim. Men hech kimning e'tiborini tortmoqchi emasdim. Zalga kirdim. Odam ko'p, musiqa baland. Va men birdan uni ko'rdim. Azamat. U ham dugonamning uzoqroq qarindoshi ekan. U to'q ko'k kostyumda shunday kelishgan ediki, men qotib qoldim. U meni birinchi bo'lib payqadi. Uning yuzi yorishib ketdi. U odamlar orasidan yorib o'tib, to'g'ri oldimga keldi. "Sizni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim", dedi u ko'zini mendan uzmay. "Men ham", dedim men biroz nafasim qisib. U qadahini mening qadahimga urdi. "Bugun siz juda himoyasiz ko'rinyapsiz. Va aql bovar qilmas darajada go'zalsiz. O'sha oqshom biz bir-birimizdan ajralmadik. Biz qandaydir chekkaroq stolda o'tirib soatlab gaplashdik. U mening yoshimni, ajrashganimni, farzandim yo'qligini bilardi. Lekin bu unga zarracha ham ahamiyatsiz edi. "Menga sening pasportingdagi raqamlar emas, ko'zlaringdagi ma'no kerak", dedi u menga tikilib. Bu so'zlar mening 10 yillik muzlarimni yorib yubordi. Bazm tugadi.
Ko'chada qalin qor yog'ardi. Men sizni kuzatib qo'yaman, dedi u e'tirozga o'rin qoldirmaydigan qat'iy ohangda. Biz uning mashinasida ketardik. Mashina ichi issiq, sokin musiqa chalinar, tashqarida esa qor uchqunlari oynaga urilardi. Biz jim edik. Lekin bu sukunat ehtirosga, aytilmagan so'zlarga shunchalik to'la ediki, havoni ushlasa bo'ladigandek edi. Mashina uyimning oldiga kelib to'xtadi. Men sumkamni oldim. Rahmat aytib eshikni ochmoqchi bo'ldim. Lekin negadir qo'lim bormadi. Azamat mashinani o'chirdi. U menga qarab o'girildi. Nodira, men hozir ketsam tonggacha uxlay olmayman. Uning ovozi shunday past va chuqur ediki, vujudim titrab ketdi. Men unga qaradim. Kofe ichasanmi, dedim o'zim kutmagan holda, ovozim qaltirab. U hech narsa demadi, faqat ko'zlarini yopib chuqur nafas oldi. Xuddi dunyodagi eng katta yutug'ini qo'lga kiritgandek. Biz uyga kirdik. Uy issiq va jimjit edi. Men paltosini yechishga yordam bermoqchi bo'ldim. Lekin u mening qo'llarimni ushlab qoldi. Uning qo'llari sovuq, lekin barmoqlari shunday kuchli ediki. U meni o'ziga sekin tortdi. Men qarshilik qilmadim. Nodira, pichirladi u mening yuzimga egilib. Men sening zirhingni yechmoqchiman. Hamma qoidalaringni, qo'rquvlaringni unut. Men bir og'iz so'z aytishga ulgurmadim. Uning lablari